Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, xudo xolasa bilyardimizni obzor etishga harakat etamiz. Qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Adresiga kelib o'tadigan bo'lsak, adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani O'zbekiston ofida bo'ladi. Miskin tarafdan kelishda chap burilishda yo'lni chap tarafidagi birinchi zdaniya ikkinchi qavati bo'ladi. To'rtko'l tarafdan kelishdan o'ngga burilamiz. O'ngga burilgandan yo'lning bir tarafidagi ikki etajli zananing ikkinchi qavatida shu bilyard bo'ladi, xudo xolasa. Ekranda nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilib kelishlaringiz mumkin. Bilyardimizga keladigan bo'lsak, dunyo standartiga javob beradigan bilyardlar turiga kiradi. Bilyard polniy mramordan ishlangan, hech qanday doska taxta-paxtadan emas, mramordan ishlangan bilyardlar turiga kiradi. Bilyardni oyog'idan ham bilsanglar bo'ladi. Kattaligini ko'rib turganlaringiz 4 oyoqli 3,5 metr 3,5 metrlik katta ob'yomdagi bilyard, xudo xolasa. Standartga javob beradigan bilyardlar turiga kiradi. Sharlar ham prosto sharlardan emas, spesialniy shu bilyard uchun olingan standartga javob beradigan sharlardan bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Bilyardlarimiz xudo xolasa ishashib turibdi. Hamma narsasi boyna, suvlar, pullari, hamma sharoit yaratilgan bu yerda, bir-biriga mushab berilmaydi. Obyektimiz katta yerda joylashgan. Konditsionerlar ishlab turibdi bemalol. Bu yerlarda kutish yerlar ham boyna, stollar как положенный. Bilyardlarimizda gap bo'lishi mumkin emas. Yana bir narsani aytib o'tadigan bo'lsak, bilyardlarning har bir do'shki kiletiki desak ham bo'ladi. Dunyo standartiga keladigan aytib, yaqinda Urganchdan spesialniy ustalarni oldirib, sharlarni razmerlarini o'lchab 7,2 mm kelib ketdi ustalar o'zlari. Biz standartga javob beradigan bilyardlar 7,2 bo'ladi ekan. Hech qanday 8 sant, 10 sant bo'lmaydigan araligi 7,2 bo'lishi kerak. Ko'rib turganlaringiz bilyardchi bolalar biladi. Har yaqinda 1 sant, 1 mm bor sharli. Bilyardchi bolalarni taklif etamiz. O'zbekiston ofidan bilyardchi bolalar, normal bo'lgan bolalarga aloqa chiqarasiz. Mazkur kelgan kortli bolalar berib o'ynashadigan bolalar bormi? Bormi? So'rab turibdilar. Lekin 4 yoshli bolalar bilan o'ynashadigan duxanadan bolalar chiqadi. Qo'llab-quvvatlaymiz, layklarni bosamiz, obuna bo'lib qo'yamiz. Bizlardan uzoqlashmanglar, yetkazgan vaqtingizda rozi bo'ling.